Tatar qiz o'zbek oiliga kelin bo'lganida. Voy, buning nimaga salom bermayapti? Ayt, egilsin, salom bersin. Salom ber. Isonmisiz? Esan, ko'p yashay. Egilib salom ber. Bo'ldi, yetadi. Oyijon, keyin bularda kelin kelganda asal yalatish kerak ekan qaynona. Hayoti, tili shirin bo'lsin deb. O'zing yalat, tili shirin bo'lsin deb. Bor. Mayli. Ko'proq yalat, tili shirin bo'lsin. Oyijon, keyin siz ham yalashingiz kerak ekan. Voy, meni shundoq ham tilim shirin. Shunaqa. Keyin anaqa yastig'ini oyog'ini tagiga qo'yishingiz kerak ekan. Voy sho'rim. Bizda yostiqni boshiga qo'yadi, oyog'ini tagiga qo'ymaydi. Voy, tavba qildim. Rasvo qildi. Voy. Kelin, bu nima? Oyijon, bularda shunaqa udumi bor ekan, choyni sut bilan qo'shib ichishar ekan. Aytmaysanmi, mani onam ko'k choy ichadilar de. Chik-chik. Voy, chak-chak yurib oshqozonim ham chakillab ketdi. Har kun chak-chak boshqa ovqatni ham biladimi bu? Perimech. Nimaga buning gapirmaydi? Oyijon, bular to'ydan keyin bir hafta gapirmas ekan. Haqiqat. Buning namuncha raqsga tushaveradi? O'zi tatar ayollar azaldan shunaqa raqs tushishni yaxshi ko'rishar ekan, oyijon. Voy, aytdim. Bizni O'zbekistonda kelinlar ish qiladi. Bo'ldi-da. Bola. Yo'q. Lapay oyijon. Xotin shirin ekanmi sovg'a beryapsan? Ona-chi, ona. Yo'q, oyijon, noto'g'ri tushundingiz. O'zingiz aytdingiz-ku, ishlarsan, uyda ishlarini qilsin deb. Bularda shunaqa udum bor ekan. Biz ularga sovg'a qilsak, ular bizga qaytib o'z qo'l mehnatlarini sovg'a qilishar ekan. Biz ekanda tekinga ishlab yurgan. Tavba. Sizda kelgan siz ekan, bizda kelgan biz ekan, sizda kelgan siz ekanda, bizda kelgan biz ekan. Jon do'stlarcha yilg'an cherida bir shirlab olsaq ekan, jon do'stlarcha yilg'an cherida bir shirlab olsaq ekan. Ko'garshin birlidir, bolasi o'ynadirg'an, elde do'stlarim bir ko'ngilni yuvadirg'an. Ko'garshin birlidir, bolasi o'ynadirg'an, elde do'stlarim bir ko'ngilni yuvadirg'an. Judayam mazali ekan. Qanday pishiribdi? Oyijon, aytmaydi. Voy. Kelinim bo'lgandan keyin retseptini aytsin-da. Bularda shunaqa udum bor. Retseptni faqat avloddan avlodga yetishadi. Begonalarga yetishmas ekan.